Assalomu alaykum. Sizlar bilan har doimgidek Rahmon o'z kanali. Obunachilar, bugungi videomizda yangi Minecraft yuklab oldim. Bu anaqada mis bor. Anqirog'i mis bor. Bu safar o'z ko'ramiz. Misdan qurol yaroq yasasa ham bo'ladimi? Vau, obunachilar qaranglar. Shader deyilsa kerak menimcha. Nima sekin bu? Lekin tez bo'lish kerak edi-ku. Aytgancha настройкаdan to'g'irlagandim. Davay. Bu safar obunachilar har doimgidek samolyotdan yoqib o'ynanglar. Chunki samolyotdan yoqib o'ynamasizlar, internetga o'tkazib zaybal qilib tashladi meni ham. Keyin obunachilar aytasizlar ham. Videoda qaranglar. U Minecraft yaxshimi yoki bu Minecraft yaxshimi? Shuni aytib ketasizlar. Odam o'zgartirsam bo'lar ekan, mayli. Sekingina pastga tushib olamiz. Davay, sekingina bo'ldi, tamom, mana. Tushib oldik, daraxtlarni chopamiz. Bo'ldi, go. Yes. Buni ham nimadir sekin, Minecraft nimadir sekin. Balki da shu anaqa uchundir, shudasi anaqaroq. Shular o'zgartirgan narsam uchundir sekinligi, to'g'rimi? Buni to'g'ri aytyapman. Bilmadim, lekin normalligina turibdi. Aytgandek mis bor ekan mana. Biz bugun oddiygina survival qilib yuramiz, tamom. Boshqa hech narsa qilmaymiz. Verstak. Bunday xuddi shunday qilsa bo'lar ekan. Bunday hisob ko'rmoqchi yotibman. Minecraftda birozgina qochishlar bor. To'g'risi, Minecraftda birozgina qochishlar bor ekan. Chunki hali u Minecraftni o'chirib tashlamadim. Balki da shuning uchun ham qochishlar bordir. Oldingi Minecraftdan ancha farqli. Mana qo'l qo'yadiganlari, ilyamni bosib yuguradiganlari, unda sakrashlari bir xil edi menimcha, to'g'rimi? Men ham bilmadim. Yaxshi. Toshli kirka. Bu Minecraftni men oldindan o'ynaganman, oldingi telefonimda. Hozir telefonimni o'zgartirganman-ku. Oldingi telefonimda o'ynaganman bu Minecraftni men. Misning foydasi bormi o'zi? Shunga qiziqyapman. Oddiygina survival qilamiz. Hech qanaqa o'yinlar yoki hech qanaqa narsalarsiz oddiygina har kuni ana shunday videolar chiqib turadi. Aqrog'i har kuni sayohat yoki narsa qilyapman. Ana shunday qismlar chiqib ketaveradi ana endi. Qachonki yetarli darajaga borib to'xtamaguncha. Yaxshi. Juda ko'mir. Ko'mir qattiq ko'mir ko'rdim-da hozir men. Shunda bir yerda ko'mir ko'rgandim men. Biz tosh olaylik. O'zimizga bolta, solta narsa solaylik. Belkurak, ketmon degandek. Yaxshi, ketmon yasaymiz. Yo, ketmon dema. Bundan bitta, qilichdan bitta. O'zi farqi yo'q qilich bilan boltaning. Shunchaki olib yurgan yaxshi-da, har ehtimolga qarshi. Mis tugadi. Yes, yonimizda turibdi-ku. Yonimizda turgan narsani o'zim ko'rmay. Sakrashlar o'zgarganligi uchun tushunmayapman o'yinga buni. Bu ovqatmi bu tepadagi turgan? Balki de menimcha ovqat. Yana nima bo'lishi mumkin? Yana Minecraftda nimani kutish mumkin? Men to'g'ri aytaman, oldin o'ynaganman bu o'yinni. Lekin bilmayman, uni Google'dan sketch o'ynaganman haqiqiysini. Buni bilmayman hozircha. Bu filmda sketch etib olganim uchun ham bilmayman. Dengiz. Dengiz o'z holatida dengiz turibdi. Bu yerda har doimgidek o'sha daraxtlar, narsalar bor. Böyle süzüş
Juda zo'r. O'rada zombi bormi? Suv zombisi bormi? Suv zombi qayerdasan? Qayerdasan suv zombi? Voy, ay. Sening. Ne bo'libdi? Mana. Ejida o'zimizni kuchayib olamiz. Pechka bularni qo'yib, ko'mir, bitta buni qo'yib, buni chapshayib kirishib yuboramiz. Yes. Obunalar iltimos, obuna va like bosqish eslardan chiqmasin. Agarda obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'linglar. Like bosmagan bo'lsangizlar ham, chunki like bosmasning iloji yo'q. Sizlar uchun shuncha kontent, sizlar uchun shunchalik videolar qilib beryapman. Iltimos onalar tezroq o'zi 5 ta bo'lishimiz kerak yangi yilgacha. Menga eng katta sovg'a shu 500 ta bo'lganimizdan so'ng. Yaxshi. Zo'r. Tamam, bu ko'mir ham olib bo'ldik. Neshtamiz? Yo'qlar, misdan bir ranya narsa yassa bo'ladimi? Albatta misdan o'zni ko'rib beramiz. Yo'q, bersak kerak buning uchun. Bir dona misdan ham ko'rsa bo'ladi. Bir kurak yasash uchun. Bu bilgirakdan. Misdan kiyimlar bormidi? Ya. Misdan önce kiyimlar mas'ul. Bo'ldi mana. 8 ta yetadi. O'zi birani bo'ladimi? Ya, hech qanaqa birani bo'lmas ekan. Misdan foydasi yo'q. Misdan nima qilsa bo'ladi? Misdan anaqa yetsa bo'lar ekan u. Yordamchi. U yordamchini bir joyga qo'yib qo'ysang bo'ladi. Bitta esa ko'raylikchi, to'xtanglar. Chaqmoq urish kerak. Boshqa kiyib bo'ladimi? Ya, boshqa kiyib bo'lmas ekan. Davay, chaqmoq uradimi? Qo'rqma. Chaqmoq uradimi? Chaqmoq. Ya, urmas ekan. Bo'ldi, tamam. Bo'linglar, tezroq pishsang ketaman. Surdim betdan. Bo'lishdan o'tiraman bu bo'lguncha. Hech narsa yasamaydi. Jin ursin bizda. Yangi versiya emasda, bu yangi versiyalarda qo'shilgan misdan yasash. Yangi versiyalarda qo'shilgan misdan narsa yasash. Endi bu eski versiyaga ham qo'shilganmikin dedim-da. Yaxshi, ikkita ovqatimiz ketibdi. Ovqatni olmasini hal qilmasak bo'lmaydi. Menimcha bu Minecraftda ham qo'ydan ovqat beradi. To'g'rimi? Realistik Minecraftda qanday qo'ydan ovqat bermasligi mumkin? Sarzangidek qo'ydan ovqat beryapti. Yomonmas. Jin ursin. Ovqat muammosi keyin hal bo'lyapti shekilli. Yotoq ham bor. O'rniga g'amini ham qurib oldik hozir 5 sekundda. Yugurishmas. Sakrash. Davay tog'imizga chiqaylikchi. Bu tog'mas. Menimcha nima deyiladi? O'zi nima deyiladi bu joylar, Tog'u ustida qor bo'ladigan, u anaqalari tog' deydilar. Bu menimcha qir deb atalsa kerak. Jin ursin. Yomonmas. Chiroyli.
Ovqat muammosini ham hal qilib olamiz. Tepaga chiqib olaylik-da. Biznesni zarar to'plashadi-ku. Ulardan jon ketmaydimi qilishlarda? Qanday asiga? Qilishlardan jon ketish kerak-ku. Qanaqasi ketmaydi? To'xtanglar. To'xtanglar. Qanaqasi ketmaydi qilishdan jon? Qanaqasi ketmaydi? Bu bilan bunday qilamiz. Taxtani bunday qilib olsak, yana bitta yotoq. Tayyor. Faqat jinnisin. Bitta muammo qoldi, buni qanday qo'yish? Tepada ham yer blok bor ekan. Yes, wow, osmonga qaranglar. Osmon qora bulut. Yaxshi. Omnada tashqaridagi ovozlar uncha quloq solib o'tirmanglar, chunki da keraksiz, yaroqsiz oddiy itlarning ovozi. Men nima demoqchiman? Tashqarida o'ynayapman. Bugun havo yaxshi bo'lganligi uchun ham toza havoda o'ynashga qaror qildim. Shuning uchun ham tashqarida qo'ymi, itmi? Biratishga kutib turingchi. Ancha it, ancha it. Belkiraga simagandimmi men? Qilich belkiraga qilich. Belkirada shunaqa gasht o'tyapti, endi. Albatta kommentariyada yozib ketinglar, obunachilar. Like va obuna bosib qo'yishim esingizdan chiqmasin. Qaysi biri zo'roq? Men oldin o'ynayotgan Minecraft'immi yoki da hozirgi o'ynayotgan Minecraft'immi? Bunda faqatgina o'zgarish bittagina mis bor xolos. Yoki da boshqa narsalar ham bor. Masalan, hozir ko'rsataman, tepaga chiqib olaylik-da. Masalan, mana bu yerda hozir ko'rsatadigan narsam qayerda endi u? Qayerda edi? Bunda mis qo'shilgan. Yana boshqa narsalardan atiga. Hozir qayerda qolib ketdi u jin ursin? Zaynab bilan. Hozir. Ishqilib shu narsa qo'shilganda. Bu ko'zda ko'radigan bor-ku, uzoqlarni ko'zda ko'rib narsa qilasizlar. Ishqilib shunaqa narsadan. Shu ko'zda ko'radigan narsadan. Yaxshi. Yes. Jin ursin. Nimaga bu Minecraftda yurgan joyingiz siz xohlammi? Wow. Qorli zonadamiz. Yes baby. Bizga bittagina belkirak kerak bo'lyapti-da. Jon ketarkan. Jin ursin. O'lish niyatim yo'q. Yaxshi. Davay suvga sakra olamanmi? Suv oyog'im tagida turibdi-ku, qanaqasiga sakra olaman? Jin ursin. Davay sakra olaman. Chunki da tulkining og'zida bir balo bor. Oyoqda yo'q ekan. Qanday? Hech balo yo'q bu. Bo'ldi, davay shu bilan yuraveramiz. Bizga hozir ko'miram kerak emas. Yetarlicha ko'mirimiz ham bor. 24 ta naqd ko'mir bor. Oddiy bo'shliqmi bu yog'i? Nima uchun shuncha yurib kelganlarim? Nima bo'ladi shuncha yurib kelganlarim? Shuncha ish qilganlarim yo'qda turklar paydo bo'lgan.
Ozonga tushamiz fikrlaning. Ancha vaqt kerak. Bu o'yinda o'lsak ham qaytib tirilnash istakiladi. Mana shu videoda shu yerda videoni to'xtataman. Ikkinchi qism albatta chiqadi ertaga. Hammaga xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.